Salom azizlar. Bu sonimizda biz tuproqqa noodatiy termik olov bilan ishlov berish haqida aytib beramiz va mukammal qishloq xo'jalik texnikasini ko'rsatamiz. Boshladik. Vermeer ZR5. Vermeer ishlab chiqaruvchisidan press yig'uvchi ZR5 modeli operatorlar tomonidan kiritilgan sozlamalar asosida avtomatik tarzda o'simlik materiallarini o'rash qobiliyatiga ega. Ishlash xususiyati kiritilganidan so'ng operator mashina avtomatik tarzda o'rash jarayonini boshlashi uchun start tugmasini bosishi kifoya. Agregat presslangan materialni tushirish uchun o'rim chizig'idan buriladi. Bunday joylashuvda tushirish o'ramlarni to'plashni 33% ga tezlashtiradi. Konstruktorlar kabinani oltki qismga chiqarishdi va uni maksimal darajada shaffof qilishdi. Bu esa atrof muhitni kuzatish imkoniyatini orttirdi. Mashina gazon o'ruvchi moslamalar kabi 0 gradusda buriladi. Bu xususiyat uni boshqa press yig'uvchi o'rnatilgan zamonaviy traktorlar analoglaridan ustun qiladi. Hozircha ommaga ishlab chiqaruvchilar xususiyatlariga o'zgartirish kiritilishi mumkin bo'lgan tajriba namunalarini taqdim qilishdi. Seriyali ishlab chiqarish 2019-yilga rejalashtirilgan. Forst Müller M650. Agregat M650 tuproq va yashil o'simliklar bilan ko'p profilli ish uchun yaratilgan. U kundalarni maydalash, tuproqqa ishlov berish, yong'inga qarshi to'siqlarni yaratish, seysmologik izlanishlar uchun yerni chiqindilardan tozalash va shunga o'xshash xususiyatlarga ega. Bundan tashqari tuproqqa aralashgan maydalangan o'simlik uning oziqlantirish xususiyatlarini orttiradi va yovvoyi o'tlarga o'sish imkonini bermaydi. Uskunani 3 va 4 kategoriyali 3 nuqtali qotirish orqali 140 dan 350 gacha ot kuchiga ega dvigatelli istalgan traktorga o'rnatish mumkin. Tuproqqa ishlov berish 2 bosqichda o'tadi. Birinchi bosqichda freza yordamida o'simliklarning o'sib ketgan yuqori qismlari va o'simliklar asoslari maydalanadi. Ikkinchi bosqichda esa qo'shimcha tarzda tuproq va 20 sm chuqurlikdagi tomirlarga ishlov beriladi. Ko'p jihatlilik bir haydovchi va bir agregatga kichik avtopark ishining o'rnini bosish imkonini beradi. Case Patriot. Murakkab landshaftdagi ish uchun o'zi yurar suv quyuvchi. Suv quyuvchi Case Patriot raqobatchilar mahsulotidan mashinaning barcha qismini teng bosuvchi suyuqlik baki og'irligining o'ziga xos joylashuvi bilan ajralib turadi. Harakatning barqarorligi oshirilgan va bunga qaramay tuproqni g'ildiraklar presslamaydi. Suv quyuvchi qanotlar har bir g'ildirak ichidagi bosimni sezuvchi o'z ilgichiga ega. Sozlamalar orqali mansub balandlik uchun 3 ta ultra ovozli datchiklar yordamida qanotlarning oraliqdagi holatini aniqlovchi avtomatik datchikni o'rnatish mumkin. Mashina mustaqil ravishda bakka ximik konsentratni so'rib oladi va o'rnatilgan changlanish kuchi va tomchining hajmi normasiga aniq rioya qilib ehtiyotkorlik bilan ishlatadi. Shuningdek, konstruktorlar murakkab landshaftda mashina haydashning o'ziga xos jihatlarini ham e'tiborga olishdi. Ximik moddalar sepiladigan bosim harakat tezligining ortishi yoki pasayishiga qarab o'zgaradi. Topturn X4500 o'g'it ishlab chiqarishga mo'ljallangan innovatsion kombayn. Kombayn bo'lajak qishloq xo'jaligi ishlari joyida o'g'it ishlab chiqarishga muhtoj kichik va o'rta hajmdagi fermer yoki o'rmon xo'jaligi uchun yaratilgan. Ish jarayoni boshlanishi oldidan mashina transformatsiyani amalga oshiradi. Gidravlik uzatgich haydovchi kabinasini oldinga chiqaradi va rama ustida yuqoriga ko'taradi. Bu bilan birga oldingi g'ildiraklar uchli, aylanuvchi barabanga o'g'it uchun mahsulotni ishirish va uni ishlov berilayotgan yer maydoniga teng qavatda bo'lishga qodir buriluvchi lezviyalar bilan yopiladi. Kombaynni boshqarish joystik va sensorli monitor orqali amalga oshiriladi. Dvigatel chiquvchi gazlarning mansub xavfsizligiga moslashgan. Mashinaning yuqori ishchanligi, hatto yozgi yuqori haroratda ham maksimal darajadagi qiyinchilikka chidamli mukammal sovutish tizimi bilan ta'minlangan. Yanmar Way H448. Yaponiyaning Yanmar kompaniyasi dizel dvigatellari, qurilish va qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlab chiqarish bilan taniqli. Oxirgi mahsulotlardan biri bu guruch va boshqa boshoqli o'simliklar bilan ishlashga mo'ljallangan kompaktli kombaynlar liniyasi. Mashina guruchni o'radi, donni molotilka orqali alohida bunkerga joylashtiradi. Tana va barglar maydalanadi va birdaniga maydonga to'kiladi. Bir vaqtning o'zida hosilni yig'ish va keyingi ekish uchun tuproqni oziqlash amalga oshiriladi. Kombayn nam tuproqda yurishga to'g'ri keladigan g'oz usulida yuradi.
gidrolik ilgich kleronsni va kabinaning egilish burchaklarini boshqarish imkonini beradi. Bu esa an'anaviy terras ko'rinishida tashkil etilgan guruch maydonlarida muhimdir. Glass Jaguar 980. Glass kompaniyasi o'tgan asrning 70-yillaridan buyon qishloq xo'jalik texnikasini ishlab chiqaradi. Zamonaviy dunyoga Glass silos yaratish uchun eng effektli mashinani taqdim qildi. Kombayn 20, 24, 28 va 36 ta tish o'rnatilgan almashtiriluvchi barabanlar bilan ishlaydi. Bu esa istalgan qishloq xo'jalik o'simligini ozuqa uchun qayta ishlash imkonini beradi. Kombaynning eski modellari 20 km/soat tezlikda ishlashar edi. Yangi Glass Jaguar 980 2 barobar tez harakatlanib, silosni tayyorlaydi. Kombayn uzoq vaqt davomida 1500 litrlik yoqilg'i baki sharofati bilan yoqilg'iga muhtoj bo'lmasdan muammosiz ishlashi mumkin. O'simlik materialiga ishlov berishning yuqori tezligi silosni qolgan zamonaviy analoglardan ko'ra maksimal darajada arzon qiladi. Murakkab landshaftdan o'ta olish, boshqariladigan ko'prik va g'ildiraklar bosimini qo'l yordamida boshqarish orqali ta'minlangan. Silosni tayyorlashdan tashqari kombayn qishloq xo'jaligining donli o'simliklarini barcha spektrini, o'tlarni va hatto lavanda kabi nozik o'simliklarni ham qayta ishlashi mumkin. Tecnoma Laser FC. Tecnoma kompaniyasi zamonaviy dunyodagi eng kuchli sug'oruvchi mashinalardan birini yaratdi. Laser FC'ning eng asosiy jihati bu yoziluvchi suv qo'yadigan shtanga. Komplektatsiyaga qarab o'lcham 24 metrdan 42 metrgacha yetishi mumkin. Mashina o'lchami tanlanadigan katta bak bilan jihozlangan. Uning hajmi 3200, 4200 yoki 5200 litr bo'lishi mumkin. Sug'orishga nasos javob beradi. Shuningdek, bortda asosiy rezervuarga quyish uchun 450 litrgacha hajmga ega bak ham mavjud. Konstruktorlar haydovchi kabinasini o'rnatishga nostandart tarzda yondashishdi. U oldingi g'ildiraklar ortiga chiqarilgan, ko'tarilishi va tushirilishi mumkin. Shuningdek, haydovchi eshigi oldida harakatlanuvchi himoya platformasi bilan jihozlangan. Bunday konstruksiyaning afzalligi haydovchi yaxshiroq atrofni ko'ra olishidir. Oldingi ko'prikdan zo'riqish yo'qligi sabab kabinada maksimum oynali elementlarni o'rnatish imkoniyati paydo bo'ldi. Highlander V70. Red Machine kompaniyasi daraxtlarning tuprog'iga ishlov berishga mo'ljallangan mini traktorni yaratdi. Mashina o'ziga xos kichik kabinali, o'zi yurar ramadek ko'rinishga ega va unda tuproqqa ishlov berish uchun moslamani o'rnatish imkoni bor. Bunday forma ekinlar qatori oralab, ular tanasi va tomir sistemasiga zarar yetkazmasdan yurish imkonini beradi. Kabina haydovchiga yo'lni ko'rish va kultivatsion tishlarning tuproqdagi ishini ko'rishga qulay qilib o'rnatilgan. Traktor og'irligi maksimal darajada kamaytirilgan. Buning sharofati bilan tuproqdagi tomirlar ish vaqtida zarar ko'rmaydi. Ko'rinishidan barqaror emasdek bo'lsa ham, mashina tushirilgan og'irlik markaziga ega. Buning sharofati bilan bemalol murakkab landshaft bo'ylab muvozanatni yo'qotmasdan o'tadi. Goel G5040 kombi. Goel kompaniyasi press yig'uvchilardan birini qadoqlovchi mashina bilan birga o'rnatish mumkin bo'lgan universal platformani yaratdi. O'rilgan somon preslanib o'raladi va ikki aylanuvchi uskunalar yordamida plyonkaga o'raladi. Keyin esa platforma egiladi va qadoqlangan o'ram ehtiyotkorlik bilan yerga dumalaydi. Ish jarayonining davomiyligi uchun bortga ish vaqtida avtomatik tarzda almashtiriladigan 10 tagacha qo'shimcha o'ramlarni o'rnatish mumkin. Boshqarish masofali kompakt pult va kompaniyaning xususiy programmasi orqali amalga oshiriladi. Bu bilan birga ayni vaqtdagi o'simlik mahsulotini preslash va qadoqlash jarayoni haqidagi barcha ma'lumotlar displeyda ko'rinib turadi. Masofali pult ishdan chiqqan holatda mashinaning barcha funksiyalarini qo'l bilan boshqarish mumkin. Tuproqqa termik ishlov berish. Yovvoyi o'tlarga qarshi kurash uchun o'ziga xos olov purkagichlar. Bu 1930-yillarning mo'jizaviy quroli. Bunga qaramasdan olovli ishlov bergichlarning oddiyligi, ishonchliligi va ekologik xavfsizligi 21-asrda ham kerakli bo'lib qolmoqda. Olov va tutun yordamida yovvoyi o'tlarni yo'q qilish atrof muhit uchun an'anaviy yovvoyi o'tlarni boshqarish usullaridan ko'ra ko'proq effektli va kamroq xavfli. Tuproqqa mexanik ishlov berishni o'z ichiga oladigan ishlov berish va himoyalash. Olov purkovchi yovvoyi o'simliklarni zararlaydi. Biroq deyarli tuproqning sirtqi qatlamining fizik, ximik va mikrobiologik xususiyatlariga ta'sir o'tkazmaydi.
Shu bilan rolik o'z nihoyasiga yetadi. Bizdan uzoqlashmang. Oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli videolar kutmoqda. Tez orada ko'rishguncha xayr.